Uzdul CSS darsligi 2-qism CSS'ning asosiy grammatikasi. Darslikning asosiy mazmun birinchi mazmun CSS'ning grammatikasi. CSS qoidasi ikki asosiy qurilmadan tarkib topadi. Bu tanlag'uch va bayonot. Tuandagi rasm qarsak, ya'ni tanlag'uch qismi va uning bayonotlarini tarkib topadi. Tanlag'uch deganimiz uslubni o'zgartmoqchi bo'lgan HTML elementini ko'rsatadi. Bayonot bir yoki bir qancha bo'lsa bo'laveradi. Har bir bayonot bir xarakter va qimmatdan tashkil topadi. Ya'ni bir xarakter va bir qimmatdan tashkil topadi. Xarakter deganimiz uslubni o'zgartmoqchi bo'lgan elementning xarakteri. Xarakter va qimmat qo'sh chekit orqali ayrildi. Masalan, ikkisining o'rtasi qo'sh chekit orqali ayrilgan. Bir necha bayonot chekitlik bash orqali ayrilgan. Bayonot cho'ng tirnoqning ichiga ilib yozilgan. Buni biz kod altida yozsak, masalan, tanlag'uch har bir bayonot undan keyin chekitlik bash orqali ayrilgan. Masalan, tanlag'uchda xarakter, qo'sh chekit, qimmat, chekitlik bash, undan keyin bayonot qismini cho'ng tirnoq ichiga yozilgan. Bayonqi misaldagi holatni men yozsak, maqolatda buningki H1ning rangi qizil, xat cho'ngligi 14 piksel bo'ldi degan qimmatdan iborat. Ikkinchi mazmun rang qimmatining yozilishi. Rang qimmatining yozilishi odat yozish usuli 16lik sistema rang qimmati va qisqartib yozish. RGB deganimiz qizil, ko'k, yeshil, ko'k uch rangningki qimmati altida yozish deb ataladi. Buningki amaliy misolini ko'radigan bo'lsak, odatdagi yozish usulida masalan rang deganimiz inglizcha qizil rang deb maqolat yozsak bo'ladi. Yoki buni 16lik sistema rang qimmati bo'yicha maqolat yozsak bo'ladi. Mushni yana qisqartib maqolat yozsak bo'ladi. RGB qimmat holatda qizil rangga 255 eng cho'ng qimmatni berib, yeshil ko'k qimmatiga 0 degan qimmatni bersak, bu qizil rang bo'ladi. Ana keyin qimmatlarni almashtirish orqali shu 3 xil rangni aralashtirish orqali biz buningdagi 3 xil rang orqali shu barliq ranglarni, ya'ni 256 xil rang bor deymiz. Shu ranglarning hammasini shu ranglardan hosil qilib bo'ldi. Anki 3-chi diqqat qilish bir qancha ish. Xat nusxasining ismini qo'sh tirnoq ichiga ilish. Buningda masalan, bu font family xat nusxasi deganimizni, masalan, alpida Unicode bu xat nusxasida oralig'ida 3 xatdan tarkib topgan xat nusxasining ismi boshqa oralig'idagi bo'shliqning buni buzib o'tmaslik uchun buni qo'sh tirnoq ichiga ilib yozamiz. Ki oxirgi bayonotdan keyinga chekitlik bash yozmasak bo'ldi. Ya'ni ma'noda eng oxirgi chekitlik bashni ilib olsak bo'ldi. CSS kodning o'qishchanligini yuqori ko'tarib yozish usuli. Hamma misol qaraydigan bo'lsak, oldidagi yozgan vaqtimizda buni maqolatlar yozgan bir necha yozgan vaqtimizda faqat chekitlik bash orqali ayirib keyin yozavergan. Bu CSS kodning o'qilishchanligini yuqori ko'tarish uchun hammaning keyin bir qur tashlab o'tib, hammaga oldiga orliq chiqarib maqolat yozsak, bizningki bir qancha kod oldimizga kelgan vaqtimizda maqolatda hamda ustun ostiga bevosita serib o'qishga nihoyatda qulaylik bo'ldi.